Alloh taolaga sano aytdi. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana tahiyyamizni ta'rifini bilib olaylik. Tahiyyat, salovat, salomlar Allohgadir, Alloh taolaga xosdir dedi payg'ambarimiz. Alloh azza va jalla javob berdi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz salom aytdi Allohga, salovat aytdi, tasbih aytdi. Alloh azza va jalla javob qaytardi. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Ey Allohning nabiysi, sizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz assalomu alayna va ala ali ibadillahi solihin. Bizga salom bo'lsin va Allohning solih bandalariga ham salom bo'lsin. Ya'ni meni ummatimga ham salom bo'lsin deyapti. O'zida olib qolmayapti, bizga ham jo'natyapti birodarlar. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat payg'ambarimiz aytayapti. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Alloh aytayapti. Assalomu alayna va ala ali ibadillahi solihin payg'ambarimiz aytayapti.